Savollashtasiz. Samir Yo'ldashev. Assalomu alaykum, domlaga savolim bor. Opa singil yoki aka-ukalar o'rtasida bir-birlariga protsentga pul berishlari qanchalik to'g'ri? Harom. Prosent bo'lganligi ribo bo'ladi. Riboni Alloh harom qilgan. Tijoratda halol qilgan. Lekin ayniqsa jigarlar o'rtasida bir-biriga sudxo'rlik qilib, sudxo'rlik deydimi riboni? Sudxo'rlik qilishligi o'ta og'ir gunoh, kabira hisoblanadi, katta gunoh hisoblanadi. Bu narsa noto'g'ri narsa. Bersa yo xolis, agar qodir bo'lsa xolis yordami, yoki bo'lsa qarzga bo'lsa 1000 so'm berdimi, 1000 so'm qilib qaytarib olish kerak. Uni 1500 so'm qilib, 1200 so'm qaytarib bersangiz harom bo'ladi. 123 456 nikosi savol kelibdi. Assalomu alaykum ko'rsatuvchi ijodkorlari. Savolim shunday. Akani ukaga, ukani opaga, opani singilga yomon ko'rsatadigan kelinlarimiz haqida kelinlarimizga din nima deydi? Iltimos shu mavzuda kengroq yoritinglar. Juda ham dolzarb mavzudan biri. Umuman uylanib ota-onani ham tashlab qo'yadigan yigitlarga nima degan bo'lardilar? Endi avvalo jigarlarning o'rtasiga do'stlikni soladigan kelinlar, rahnini solib, mosuvo qilib, teskari qo'yadigan kelinlar. Shuning uchun ayol tanlashda ehtiyot bo'lib, qarab, iymoniga qiziqib, dini diyonatiga qiziqib, ibodatlimi, Xudodan qo'rqadimi, shunaqa qizlarni oilasiga kelin qilsa, oilada hech qanaqa rahna bo'lmaydi, oilada sinish bo'lmaydi, aka-uka jigarlar o'rtasida ahillik mustahkam bo'ladi. Ilohim shunaqa yaxshi muslima singillarimiz, shunaqa kelinlarimiz ko'paysin ilohim. Assalomu alaykum deb boshlabdilar. Musulmanka Sattorova. Assalomu alaykum. Iltimos domla shu savolga javob bersinlar. Turmushimizga 22 yil bo'ldi. Xo'jayinimni ukasiga juda ko'p pul ketgan. Yani sarflagan. Har doim pul so'raydi, ish qiladi, ish boshlaydi, ishi yurishavermaydi, o'xshamaydi. Shu pullarda meni 3 ta bolamizga ham haqqi bor. Shu gaplarni gapirishim, hadib pul beravermang deyishim, undan ko'ra yetimisa qiynalganligi bering, bu bola beblisga ishlatib yuqori pul deyishligim to'g'rimi yo'qmi deb savol berganlar va bunaqa narsalar ko'p bo'lganligi uchun bekitib berishga o'tibdilar. Shu haqida ham to'liqroq fikrlarni aytib o'tsalar dedilar. Agar jigari so'raganda muhtoj bo'lish so'rasa, bo'lib turib bermasa gunoh. Endi mana aytayotganligi bir necha marta berganlar maishatga, yomon narsaga sarf qiladi. Gunohdan nasiba akaga ham yozilyapti hozir. Bilyapti, aka maishatga, balki zinoga ishlatib o'tgandir. Yo'q, qilayotgan ishi neudachli bo'lyapti. Tadbirlar qilib ko'radi, aldab qilyapti. Biznes qilaman deydi, o'xshamaydi, omadsizlik uchraydi. Shunaqa beblis. Eng yaxshi ehson albatta o'zini oilasiga qilgan ehson. Birinchi o'rinda. Endi bu ovatda so'rasam ukam yana beryapti-ku, yana so'raydi-da. Xalqda bir naql bor. O'sha haligi Konfutsiy ta'limotida ham aytilgan bu. Lekin bizning islomda ham aytilgan. Birov sandan deydi Konfutsiy ta'limotida. Baliq so'rasa baliq bermagin, qarmoq bergin deydi. Ya'ni mehnatga o'rgansin o'zi. Balonni berib olsa yegandan keyin yana boshqa yegan balig'ini mazasi yana berganda yana so'rab keladi, bezrayib. Darmaydi bo'lib qoladi. Tekinxo'r. Qarmoq bersa o'zi mehnatga o'rganadi. Shuning uchun hali bunga berursa, yo'qib kelursa, yana bersa, yana yo'qib kelursa, nima foydasi bor? Unga yordam yo'lini ko'rsatib qo'yish kerak onamga. Sen ham tijorat qilgin, ham tirikchilikni qilgin, birinchi bo'ladi deb yordam yo'li ko'rsatib qo'yish kerak. Hali berursa, u yo'qib kelursa, unda savob bo'lmaydi hech qanaqa.